Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga kelib tushgan murojaatda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga shartnoma asosida yetkazib berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari qabul qilinganligini tasdiqlovchi hisobotlarga imzo va muhr qo'yib berish evaziga noqonuniy pul talab qilayotganligi ma'lum qilingan. Murojaat asosida joriy yilning 20-iyul kuni Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi, korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Jarqo'rg'on tuman bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida 1987-yilda Jarqo'rg'on tumanida tug'ilgan gumonlanuvchi o'zining xizmat mavqeidan foydalanib, o'zi rahbarlik qilib kelayotgan Jarqo'rg'on tuman davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda boshqa bir davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga Toshmurod Oydin mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan shartnoma asosida yetkazib berilishi lozim bo'lgan mavsumiy taomnoma bo'yicha oziq-ovqat mahsulotlari to'liq qabul qilinganligini tasdiqlovchi har oyning 10 kunlik hisobotlariga imzo va muhr qo'yib berishni va'da qilib, har biri uchun 7 million so'mdan jami 14 million so'm pora talab qilgan. Gumonlanuvchi ushbu pul mablag'larini tuman hududida olayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan gumondor va boshqa shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V va G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.